Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun mana yana bitta arabamizni zakaz topshiryapmiz. Bugun 18-mart. Davlat akamiz bir 10 kun oldin zakaz qilgan edi. 10 kun oldin zakaz qildim. Asqar akamizga uchrashdik. Mana ko'chiblarga ishlarga rivoj. Bundan keyin ishlarga rivoj tilayman. Alloh baraka topsin aka. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka. Rahmat sizga. Bu arabamizga kelsak, 1.40 ga 230 razmerda bo'ldi. Spark balon qo'yib berdik akaga. Parkoplarni o'rnatdik. 1.600 zamok, bilkasi mana kuzov nomer hammasi joyida, zanjirlari bilan chiroyli qilib, poli taxtadan bo'ldi buni. Akamiz qo'yib mol ortishlari mumkin ekan, chiroyli qilib taxlab berdik. Akamiz Jizzax viloyati Paxtakor tumanidan keldilar. Kimga shunaqangi aravalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani katta beton yo'lning ustidamiz. M39 yo'lining ustidamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar akalar. Biz xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Arzimagan bir xizmatimiz uchun bir layklar ayamay bosasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.